Don urushi boshlandimi? Portlar nishonga olindi. AQSh Eronga yana zarba berdi. Hormuz bo'g'ozi yopildi. Ugandada 16 kishi ochlikdan vafot etdi. Don urushi boshlandimi? Portlar nishonga olindi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush yana jahon bozoriga ta'sir qildi. Ikki davlat bir-birining don eksporti uchun muhim bo'lgan portlariga zarbalar berdi. Ukraina Azov dengizidagi Rossiya kemalarini nishonga olganidan so'ng, Rossiya Azov don kanali orqali kemalar harakatini to'xtatdi va Kerch bo'g'ozini vaqtincha yopdi. Bu esa Qora dengiz orqali amalga oshiriladigan yuk tashish va don eksportlarida uzilishlar bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Bunga javoban Rossiya ham Ukrainaning Odessa, Chornomorsk va Izmail portlariga raketa va dronlar bilan hujum uyushtirdi. Hujumlar natijasida port infratuzilmasiga zarar yetgani ma'lum qilindi. Aynan shu portlar Ukraina bug'doy eksportining asosiy darvozasi hisoblangan. Xabar ortidan xalqaro birjalarda bug'doy narxi keskin ko'tarildi. Bozor ishtirokchilari eksport hajmi qisqarishi va yetkazib berishda uzilishlar yuzaga kelishidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, Rossiya va Ukraina dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchilari qatoriga kiradi. Shu sababli mintaqadagi har qanday harbiy keskinlik nafaqat don bozori, balki oziq-ovqat narxlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. AQSh Eronga yana zarba berdi. Hormuz bo'g'ozi yopildi. AQSh 12 iyulga o'tar kechasi Eronga navbatdagi yirik havo zarbalarini berdi. Bu so'nggi bir hafta ichidagi 3-chi harbiy hujum bo'lib, mintaqada urush yanada kengayishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tehron, Bandar Abbos, Jaz, Konarak va Chobahor atrofida kuchli portlashlar eshitildi. AQSh markaziy qo'mondonligi hujumlar Eronning Hormuz bo'g'ozida xalqaro konteyner kemasiga o'q uzganiga javob ekanligini ma'lum qildi. Bunga javoban Eron Hormuz bo'g'ozini yana yopganini e'lon qildi va AQSh hujumlar davom etsa, Yaqin Sharqdagi Amerika harbiy bazalariga yangi zarbalar berilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Hormuz bo'g'ozi dunyodagi eng muhim neft yo'laklaridan biri hisoblanadi. Dunyo neft savdosining qariyb 20% aynan shu hudud orqali amalga oshiriladi. Shu sababli vaziyatning keskinlashuvi neft narxining oshishi va jahon iqtisodiyotiga bosim kuchayishiga olib kelishi mumkin. AQSh va Eron o'rtasida iyun oyida sulh memorandumi imzolangan edi. Biroq ketma-ket hujumlar ortidan Donald Tramp bu kelishuv amalda tugaganini bildirgan va harbiy bosimni kuchaytirishini ma'lum qilgan. Ugandada 16 kishi ochlikdan vafot etdi. Ugandaning Karamoja mintaqasida uzoq davom etgan qurg'oqchilik hosilni butunlay nobud qilganidan keyin kamida 16 nafar mahalliy aholi vakili ochlikdan vafot etdi. Bu haqda mahalliy rasmiylarga tayanib BBC xabar berdi. Mintaqada an'anaviy tarzda ekish mavsumi boshlanadigan aprel oyidan beri deyarli yog'ingarchilik bo'lmagani sababli dehqonlar oziq-ovqatsiz qolgan. Qurg'oqchilik Makka jo'xori va soya ekinlarini nobud qilgan. Minglab oilalarni yashash vositasidan mahrum etgan. Mamlakat bosh vaziri Robina Nabanjanning ma'lum qilishicha, hukumat jabrlangan hududlar uchun zudlik bilan qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishni rejalashtirmoqda va birinchi yordam aholiga yetib borishini boshlagan. Ekspertlar mintaqada takrorlanayotgan gumanitar inqirozlarni iqlim o'zgarishi, o'rmonlarning kesilishi va chorva mollarining haddan tashqari ko'p boqilishi bilan bog'lamoqda. Ma'lumot uchun 2022-yilda ushbu hudud xuddi shunday og'ir ochlikni boshdan kechirgan bo'lib, o'shanda 2200 dan ortiq kishi uning qurboniga aylangan.